Tayyorlagan pidelarim ichida eng mazalisi va juda ham sochni chiqadigan pide retseptini sizga tayyorladim. Hayotingizda bir marta bo'lsa ham bu usulda tayyorlab ko'ring, hech ham achinmaysiz. Demak, boshladik. Iliqdan issiqroq sutga shakar, tuz, drojani solamiz. Drojalarni eritib, yaxshilab aralashtiramiz. Oldindan ilangan unimizni solib, xamir holatiga keltiramiz. Ustidan eritilgan sariyog'ni solib, yaxshilab sariyog'lari yedirilgungacha aralashtiramiz. Yumshoqqina xamir qorib, oshirish uchun olib qo'yamiz. Eng mazali nachinkani tayyorlaymiz. Yog'liqqina qiyma, bolgarskiy, piyoz, pomidor va xohishga ko'ra zelinlar, ziravorlarni solib aralashtiramiz. Oshib chiqqan xamirimizni teng 4 tuzovalaga bo'lamiz va ekranda ko'ringanidek uzunchoq qilib, ingichka qilib yoyib olamiz. Yoyilgan xamirlarimizni listga qo'yib, nachinkadan solamiz. Chetlarini xuddi videoda ko'rsatilgandek bo'kib chiqamiz. Ustiga faqatgina suvni o'zini suramiz va kunjut sepamiz. 200-220 darajada qizigan duxovkamizga ustilari va teglari qizargunigacha yuboramiz. Qizarib chiqqandan so'ng pidelarimiz ustiga yaxshi eriydigan sirimizdan sepamiz va yana 5 daqiqaga duxovkamizga yuboramiz. Eng mazali va eng sochni chiqadigan pideyimiz tayyor. Yoniga albatta souslar bilan dasturxonga torting. Bu pide retsepti sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa kommentariyaga plus belgisini qoldiring. Albatta tayyorlab ko'ring.